Salom do'stlar. Bugun 27-aprel. Migrantlar hayotida sodir bo'lgan real voqealar va navbatdagi yangiliklar bilan tanishing. Moskva shahrida O'zbekistonning sayyohlik salohiyatiga oid video lavhalar, bannerlar namoyish qilinyapti. Rostovskiy oblastida dvorniklar ommaviy mushtlashdi. O'zbekistonlik mehnat migrantlarga, ya'ni chetga chiqib ishlayotgan vatandoshlarimizga 10 million so'mgacha mikrokredit beriladi. Huquqiy maqomni tiklash uchun hali ham migrantlardan harbiy ro'yxatga turish so'ralyapti. Raqamli texnologiyalar vazirligi migrantlar uchun sim karta olishni soddalashtirmoqchi. Ana endi qulayroq o'rnashib oling. Migrantlar hayotida sodir bo'lgan hafta davomidagi yangiliklar bilan tanishish uchun. Moskva shahrida O'zbekistonni sayyohlik salohiyatiga oid video lavhalar namoyish etilyapti. Samarqand, Buxoro, Xiva va Shahrisabz kabi tarixiy shaharlar bilan yaqindan tanishtiryapti. Moskva ko'chalarida bannerlar O'zbekistonni sayyohlikka salohiyatini ko'rsatib qo'yish bilan rossiyalik sayyohlar ham O'zbekistonda juda ko'payadi. Avval Rossiya kelib ketgan, rus fuqarolari bilan muomala qilgan, ularning mentalitetini, qadriyatlarini tushungan vatandoshlarimiz bo'lsa, albatta bu imkoniyatdan foydalanib qolishgani o'ylashim to'g'ri bo'ladi. Ya'ni siz hunarmandlik qilasizmi yoki sayyohlarni olib u yerdan boshqa yerga aylantirib yurasizmi, gid xizmatini tashkil qilasizmi, nima bo'lganda ham siz o'z vataningdasiz, rus fuqarolarini mentalitetini tushunasiz. Odatda bu chetga safarga, ayniqsa Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston kabi davlatlarga Rossiyada 50 yoshdan yuqori yoshdagilar tashrif buyurishadi. Shularni inobatga olib, bu imkoniyatdan har qanday yaxshi xizmat ko'rsatib foydalanib qolsangiz o'ylashimcha bo'ladi. Rostovskiy oblastida dvorniklar orasida ommaviy mushtlashuv kelib chiqdi. Узбеки тоже есть. Да, значит, между собой. Bunda ommaviy mushtashuvlarda yonda turib ham, ularda ishtirok etib ham Rossiya Federatsiyasi oson turib qolish qiyin. Mana shu ommaviy mushtashuvlarda ishtirok etganlar buni aytalik ajratadimi yoki bu yerda mana shu ommaviy mushtlashuv sodir bo'layotgan yerga yaqinlashadimi yoki bularning o'rtasiga tushadimi? Bu chet el fuqarolarini umrbodlik taqiq bilan Rossiya Federatsiyasidan chiqarib yuboriladi. Kelajakda jamoat tartibini yana buzadi, jamoatga qanaqadir xavf soladi degan maqsadda xavfsizlik xizmat tomonidan Rossiyadan chiqarib yuboriladi va umrbodlik taqiq qo'yiladi. Shuning uchun shu ommaviy mushtashuvlarda ishtirok etishdan, ularga aralashib qolishdan uzoq bo'ling. O'zbekistondan chetda bo'lgan yoki O'zbekistondan chetga chiqib ketayotgan mehnat muhojirlarga 10 million so'mgacha mikrokredit beriladi. O'zbekistonda xorijda ishlashga ketayotgan fuqarolar uchun maxsus tayyorlov markazlari tashkil etiladi hamda arzon transport aloqalari yo'lga qo'yiladi. 2025-22 kuni yangi qaror qabul qilindi. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari belgilandi. Chet elga ketmoqchi bo'lganlar uchun tayyorlash markazlari tashkil etilishi, ishchi vizalari uchun va aviachiptalar uchun maxsus chegirmalar joriy qilinadi. Va o'qituvchilarga ingliz, koreys, nemis tillarini bir toifada bitiruvchi tayyorlagan 50 nafar o'qituvchiga ham 50 million so'mdan pul beriladi. Vladivostok shahrida qonuniy maqomni tiklash uchun borgan muhojirlarga harbiy ro'yxatdan o'tish evaziga huquqiy maqom tiklash taklif qilinyapti. O'zi aslida bunday imkoniyat Rossiya prezidenti 2024-dekabrdagi 1126 sonli farmoniga muvofiq butun mamlakat bo'ylab muhojirlar uchun berilgan. Kishi ixtiyoriy huquqiy maqomni tiklash maqsadida migratsiya markaziga murojaat qilganda bu chet el fuqarosini mamlakatdan majburiy chiqarib yuborish, deportatsiya qilish yoki norasmiy bo'lgan jarimalar qo'llash mumkin emas. Bizga kelgan ma'lumotlarga qaraganda huquqiy maqomni tiklash maqsadida borgan chet el fuqarolaridan mana shu harbiy ro'yxatdan o'tishi talab qilinayotgani, ularga uchun qanaqadir hujjatlardan ayb topib sanksiyalar qo'llanayotgani bizga xabarini vatandoshlarimiz berishyapti. Noto'g'ri bo'lgan ma'lumotlar ham kelgan. Ya'ni Rossiya ichki ishlari chet el fuqarosini ko'chada, migratsiya markazida bo'lsin, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu harbiy safarbarlikka otlansa, chet el fuqarosi mana shuncha oylik oladi, mana shuncha qulayliklarga ega bo'ladi degan taklifni, ya'ni
tanishtirib o'tishga haqli. Lekin buni vatandoshlarimiz o'z navbatida noto'g'ri qabul qilib, mana shu qo'l qo'ysam, bu bilan tanishib chiqsam, men harbiy safarbarlikka otlanish uchun imzo chekkan bo'lar ekanman degan noto'g'ri ma'lumot bor. Harbiy safarbarlikka otlanishdan avval bir necha shartnomalar, kontraktlar tuzish kerak bo'ladi. Politsiya xodimlari ko'chada aytib o'tayotgani, harbiy safarbarlikka borilsa chet el fuqarosining yomon bo'lmasligi, yaxshi oqibatlarga olib kelishi, huquqiy maqomi to'liq tiklanishi yoki Rossiya fuqaroligiga bo'lishi, qandaydir maosh olishi, bularni aytib tanishtirib o'tib ketishi bu shunchaki oddiy bir taklif. Raqamli texnologiyalar vazirligi muhojirlar uchun sim karta olish tartibini soddalashtirmoqchi. Migrantlar uchun sim kartalarni ro'yxatdan o'tkazishni soddalashtirish ustida Raqamli texnologiyalar vazirligi ishlab kelyapti. Bu haqda Raqamli rivojlanish vaziri Maqsud Shadayev Telekom va texnologiyalar 2023-yil konferensiyasida ma'lum qildi. Masalan, siniy yuz solish va Go'susuvgadan ro'yxatdan o'tish bir oyda amalga oshirilishi mumkin bo'ladi. Idora allaqachon xorijliklarni bitta ro'yxatdan olish sxemasini sinovdan o'tkazishni boshlagan. O'ylashimcha, bu joriy qilinsa albatta to'g'ri bo'ladi. Ya'ni chet el fuqarolari sim kartani rasmiylashtirish uchun biometriyadan o'tish, Go'susuvga portalidan ro'yxatdan o'tish va uni tasdiqlatish va sinilskiga ega bo'lish kerak bo'lyapti. Bu 4 ta jarayon hammasi 4 xil manzilda bo'lishi mumkin. Bu yerda ishlagani kelgan chet el fuqarosining tabiiyki vaqti yo'q. Har bitta idoralarga birma-bir borib chiqish uchun kerak bo'lsa, o'rtacha uzoq yaqinligiga qarab katta vaqt o'tkazib qo'yish mumkin. Shuning uchun mana shunday qulaylik joriy qilinsa, o'ylashimcha juda qulay va to'g'ri ish bo'ladi. Sim karta masalasiga oid savollaringiz bo'lsa, video ostida izohlarda qoldirishingiz mumkin. Biz bu savollarga qo'limizdan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Do'stlar, sizlarga tayyorlagan yangiliklarimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, ushbu video sizlarga kerakli va manfaatli bo'ldi. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.